Oyog'idan qattiq jarohat olgan 15 yoshli o'g'lini poytaxtdagi shifoxonalardan biriga olib bormoqchi bo'lgan ota o'zi yashaydigan qishloqdan olib jo'nadi. Mustaqil yurolmaydigan o'g'lini yelkasiga ko'targancha taksistlar jo'naydigan joyga olib keldi. Yaxshigina mijozni ko'rgan taksichilar yurib oldilariga kelishdi. "Akaxon, keling, qayerga borasiz? O'zim olib boraman", deya otaning oldiga tushib, olib qistay boshladi. Ota esa yelkasidagi o'g'lini ko'targancha uning qistovlariga javob berdi. "Travmatologiya kasalxonasiga. Bilasizmi o'sha kasalxonani?" "Ha, bilaman. Mashinaga o'tiring", deya otaning bilagidan ushlab mashinasi tomon torta boshladi. "Uka, puli qancha bo'ladi? Men shaharni yaxshi bilmayman. Keyin pulim ham ozroq", deb issiqdan pishib ketayotgan o'g'lini dast ko'tarib oldi. "Ha aka, endi biror narsa berasiz-da", deb otaning bilagidan qattiqroq torta boshladi. Bu orada yana boshqa bir taksichi bola kelib, ota va bolaning xaridori bo'lmoqchi bo'lib, oraga suqildi. "O'sha kasalxonaga men olib boraman. Arzongina narxda. Keyin o'zim kasalxonaga kiritib beraman, u yerda tanishim ham bor. Navbat kutib o'tirmasdan kirib ketasiz." Bu nima qilganing? Ko'rmayapsanmi mening mijozim bor. Kelishuvni buzma, bu mening odamim", o'shqirib berdi haligi birinchi taksist. Shu yo'sinda taksichilar uzoq muzokarani, bahsni davom etdi. O'g'lini hamon yelkasida ko'tarib turgan ota bularning janjaliga toqat qila olmadi, chunki allaqachon 15 yoshni qoralagan bolani yelkada ko'tarib turishning o'zi bir katta kuchni talab qilar edi. "Yigitlar, bo'ldi. Tortishmanglar. Meni cho'ntagim to'la pul emas. Menga iloji boricha arzonroq taksist kerak. Yo'lkiram va doktor pulim kam. Bir insof qilib narxini aytingizlar. Kelishuv pishsa, ana ketamiz." Aka, bu yer shahar, qishlog'ingiz emas. Tekinga olib borishimizni xohlayapsizmi?" deb taksistchilar bahsni yana davom ettirishdi. "Ota, oyog'im og'rib ketdi, yuring", deya ingradi bola. "O'zim ham charchadim, hozir mashina topay", deb taksichi yigitlardan uzoqlasha boshladi. Buni kutmagan yigitlar "To'xtang, qayoqqa?" deb ortidan ergasha boshladi. Shu payt kimdir otaning yoniga yaqinlashdi va uning yelkasidagi bolasining qo'ltig'idan tutdi. Ota kutilmagan harakatdan gangib ortiga burildi. Chamasi 25 yoshlar atrofidagi yosh yigit, ammo ko'rinishidan yaxshigina joyda faoliyat yuritishi sezilib turgan yigitni ko'rdi. Yigit ham otaning hayratini sezdi. "Aka, keling, o'g'lingizni menga bering. Charchab qoldingiz", deb bolani qo'liga oldi. "Ha, oshna. Nima bo'ldi? Qani kelchi?" deb yo'l tomon yura boshladi. Hayron bo'lib qolgan ota hayhaylagancha noma'lum yigitning ortidan chopdi. "Oy uka, tinchlikmi? Qayerga olib ketyapsiz?" "Aka, men boyadan beri kuzatib o'tiribman. Sizga yordam bermoqchiman", deb chet elning eng yaxshi brendli mashinasiga yaqinlashib, eshikni ochdi va bolani o'tirgizdi. "Keling aka, o'tiring. O'zim sizni o'sha kasalxonaga olib boraman", eshikni ochib turdi. Ota borib mashinaga o'tirdi. Mashina o'rnidan qo'zg'alib, manzil tomon yo'naldi. Qimmatbaho mashinaga ilk marta o'tirgani sababli ota va bola biroz hayajonda edi. Otani bir o'y, fikr qiynardi. Qanday qilib bu yigitga ozgina pul beraman? Axir bunday taksistlar arzon narxda yurmaydi. O'tirmasam bo'lar ekan, deb cho'ntagidagi pullarni taxminan sanay boshladi. Shifoxonaga yetib kelgach, haligi shofyor yigit bemor bolani dast ko'tarib ichkariga olib kirdi. Ma'lum vaqt o'tgach, bolani to'liq tekshiruvdan o'tkazishdi va davo yo'llarini olishdi. Chamasi 3 soatlardan keyin shofyor yigit bola va otani olib qo'yarda qo'ymay, ularning uyiga olib bordi. Ota yigitga rahmat aytar ekan, cho'ntagida bor pullarni uzatdi. "Uka, katta rahmat sizga. Men shaharni yaxshi bilmayman. Rahmat, katta yordam qildingiz. To'lovlarni ham o'zingiz amalga oshirdingiz. Mana, bu pullarni oling. Yetadimi yo kammi, ammo borini beryapman. Oling uka." "Aka, men pul uchun qilmadim bularni. Shunchaki savob uchun. Meni o'g'lingiz va siz bir og'iz duo qilsalaringiz kifoya." "Yo'q ukam, oling pullarni.
Men bularni o'g'lim uchun ko'ngildan chiqarganman. Ololmayman aka. Pullarni jiyanlarga sarflang. Oshnaga kiyimlar olib bering, deb bolakayning sochlarini siypalab qo'ydi. Men uylanganimga 5 yil bo'ldi. Ota bo'lish nasib etmayapti. Bilaman, hali yoshman. Endigina 27 yoshdaman. Ammo 5 yil kam emas. Sizning bolangizga bo'lgan mehringizni ko'rib, juda ham ota bo'lgim kelib ketdi. Duo qiling aka, deb yigit ko'zlarini olib qochdi. Ota bu gaplardan keyin yigitning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Siz yaxshi inson bo'libsiz. Otangizga rahmat. Sizdek o'g'il tarbiyalabdi. Sizga ham o'zingizga o'xshagan farzandlar ato etsin, Xudoyim, deb duo qildi. Keyin uyga rosa taklif qildi. Yigit uzrini aytib yo'lga tushdi. U qilgan yaxshiligidan va olgan duosidan ko'ngli tog'dek ko'tarilib, xayolotga botib ketdi. Uning tarqoq xayollarini jiringlayotgan telefon bo'lib yubordi. Alo, eshitaman gulim. Begim, ko'nglim ayniyapti, boshim aylanyapti. Tezroq keling, degan yig'i va shodlik kulgusi aralash ovoz kelardi.